Joriy yilning 24-fevral kuni davlat rahbarimizning yoshlar bilan o'tkazgan uchrashuvlarida haftaning har payshanba kuni barcha darajadagi rahbarlar uchun yoshlar kuni etib belgilanganligi bugun islohotlar markazida yosh avlod manfaatlari turganining amaliy ifodasidir. Taklif qilgandiki, o'zimizni mana hokimiyatni ish jarayoni qanaqa bo'lishini bir ko'rsalaringiz, qaysidir ma'noda sizlarga motivatsiya bo'ladigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz degandik. Bugun 12 mart kuni ushbu topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Kogon shahar hokimi Mirshakar To'raboyev Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi ixtisoslashtirilgan maktabning bitiruvchi o'quvchilari bilan uchrashdi. E'tiborli jihati, uchrashuv rasmiy majlislar zalida emas, balki bevosita shahar hokimining ishxonasida samimiy va ochiq ruhda o'tkazildi. Juda ham xursandman bugun sizlar bilan ko'rishganimdan. Aynan o'zimni xonamda, o'zimni ish joyimda. Mana shu xona shahar hokimining xonasi. Muloqot davomida Mirshakar To'raboyev Kogon shahrini rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan strategik ishlar haqida yoshlarga so'zlab berdi. Shaharni ishsizlikdan xoli hududga aylantirish, eksport salohiyatini oshirish va xorijiy investorlar bilan olib borilayotgan muzokaralar, Prezidentimizning 4409 sonli qarori asosida Kogonni turizm shaharchasiga aylantirish, madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilish jarayonlari, kambag'alchilikdan farovonlik sari tamoyili asosida aholi turmush darajasini yuksaltirish shular jumlasidandir. Kambag'al bo'lmasin, ham ishsiz yurgan fuqaromiz bo'lmasin. Davlat rahbarimiz o'rtacha 4% bo'lsa, bu normal holat deganlar. Biz Kogonning ertasini siz kabi bilimli, shijoatli yoshlar bilan birga quramiz. Sizning taklifingiz shahrimizning ertangi yuzidir, deya ta'kidladi shahar hokimi. Uchrashuv faqat suhbat bilan cheklanib qolmadi. O'quvchilar hokimlik faoliyati, xodimlarning ish jarayoni va majlislar zallari bilan yaqindan tanishib, davlat boshqaruvi tizimi haqida dastlabki ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Tadbir yakunida o'zi mutolaa qilgan, shaxsiy kutubxonasidan saralangan kitoblarni yoshlarga sovg'a qildi. Bu kabi e'tibor bitiruvchi yoshlar uchun katta motivatsiya va esdalik bo'lib qoldi. Shu kitoblarga qiziqadiganlar bo'lsa, mana shularga berishi mumkin. Kim cho'lponga qiziqadi? Uchrashuv yakunida samimiy suhbat va esdalik uchun fotosuratlarga tushirildi. Bu kabi tizimli muloqotlar yoshlarning jamiyatda o'z o'rnini topishiga va vatanparvarlik ruhida ulg'ayishiga xizmat qiladi. Maqsadni to'g'ri qo'yib, vijdonan mana prezidentimizning yaxshi iboralari bor. Vijdonan sadoqat bilan ishlanglar deydilar-da. Sadoqat bilan degan gapda ma'no ko'p. Ya'ni davlat rahbarimiz hozir shuncha yo'nalishni, siyosatni amalga oshiryapti. Agar biz shu yo'nalishlarni bekami ko'z pastda bajaradigan bo'lsak, ham davlat rahbarimiz, ham xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. Sizlar faxrlansanlaringiz bo'ladi. Mana shunaqangi joyda o'qiyotganliklaringizdan va albatta katta maqsad qo'yish kerak. Har bir farzandni bittagina bo'lsa ham mayda yutug'i ota-ona uchun katta baxt. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Men Yusupova Rayhona Baxtiyorovna Kogon shahar ixtisoslashtirilgan maktabning 9-D sinf o'quvchisiman. Bugun Kogon shahar hokimi bilan uchrashuvda Kogon shaharda bo'lib o'tadigan, yaqinda kiritiladigan islohotlar, yangi investitsiyalar, bo'lib o'tishi kerak bo'lgan vazifalar, albatta ular to'g'risida ham juda ham ko'p ma'lumotlar berib o'tdilar. Uchrashuv davomida o'quvchilarga, jumladan menga ham kitob sovg'a qildilar. Bu o'zim sevib o'qiydigan yozuvchi Abdulla Oripovning she'rlar to'plamini sovg'a qildilar. Bundan juda ham minnatdorman. Men Husaynov Rustam Feruzo'g'li hozirda ixtisoslashtirilgan maktabda ta'lim olyapman. Bugunda bo'lib o'tgan hokimning islohotlarini bugun ko'rib chiqdik. Bugun hokimimiz juda ham ko'p islohotlarni bizlarga tushuntirdilar. Hattoki menga kreslolarga ham o'tirish nasib qildi. O'tirgan holda men ham shuni ayta olamanki, nasib bo'lsa, keyingi hokimimiz Kogon shaharni men o'zim bo'laman.